alaykum. Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Yaxshi, rahmat. Hop. Nima bo'ldi? Kechiring. Biznes ulab beraman? Ha, hop. Biznes qilaman. Menga anaqa telefon oldim mashinamga. Takoy rolini patron o'tmabdi. Kablo qo'ydirdim, kameralar oldim. Yangi polik oldim, alishtirdim yengasiga. Shu anaqaga ulab bering mani biznesga. Hop. Biznesga ulab beraman. Nima mashina edi o'zi? A? Kobaltmi? Kobalt biznesga nima qilsangiz ham ulanmaydi-yu. Nima deysiz? Kobalt mashinaga nima qilsangiz ham biznesga ulanmaydi-yu. Nima qilish kerak o'sha to'xta balandni alishtirish kerak emas. Yo, mashinani almashtirish kerak yoki egasini. Angry. I must find a way to stop sequels from coming. Yo, egasini alishtira olasizmi? To'xta balandni sakkiz takoydan qo'yaman. Anaqa yoqib berasiz menga, biznes bilmayman. Buni endi podpischiklardan so'raylik, nima qilishar ekan, nima deyishar ekan. Bo'ladimi? So'rab e'tiboring iltimos. Men seni shunchalar xursand bo'ldim. Bo'ldi, xo'p. Rahmat. Hozir qoraman unda. Rahmat. Xo'p, mayli, xo'p. Nima deysizlar? Kobaltga biznes klassa yoqib beramizmi? Ular shunaqa rasxod qilib qo'yibdilar mashinalarga. Qo'ymagan narsalari qolmabdi. Kamera ham qo'ydiribdilar. Tesla magnitofonlar deyaptilar. Hamma narsa qilib qo'yibdilar. Lekin mashina biznesga o'tadimi Cobalt? Cobalt legenda bo'lib ketdi bu yog'iga. Fikringlarni kommentariyada yozib yuboringlar.